Atamalar izohi 7-sinf Jahon tarixi darsligi asosida. Konung qabila boshlig'i, zodagonlarning oliy vakili, norman qabilalarida harbiy yo'lboshchi. Aleman, Got, franklar, germanlarning eng yirik qabilalari. Benefitsiy lotincha senyorning o'z vassaliga harbiy xizmati evaziga in'om etgan yer mulk. Sharqda u iqto deb nomlangan. Senyor lotincha o'rta asrlarda g'arbiy Yevropada ixtiyorida qaram dehqonlari va mayda feodal vassallari bo'lgan katta yer egasi. Vassallik g'arbiy Yevropa mamlakatlarida bir feodalning boshqa feodalga bo'ysunish tartibi. Allot yunoncha yerga to'la egalik qilish. G'arbiy Yevropa feodal jamiyatida avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan yer mulk. Qahrabo qattiq, qatronli ya'ni smolali va tiniq sariq rangli ma'dan. Britlar kelt qabilalaridan bo'lib, Britaniyaning asosiy aholisi hisoblangan. Drujina ko'ngillilardan iborat harbiy bo'linma. Ushbu bo'linma bir necha o'ndan bir necha yuzgacha jangchini birlashtirgan. Vechi xalq yig'inlari. Varyaglar skandinaviyalik normanlarga nisbatan qo'llanilgan. Grek olovi uloqtiriladigan yonuvchi modda bo'lib, uni neft, oltin gurgut, selitra, turli qatronlar aralashmasidan tayyorlashgan. Vizantiya harbiy kemalarida foydalanilgan. Mozaika fransuzcha muzalarga bag'ishlangan. Bir xil yoki turli xom ashyo, koshin, tosh, yog'och, marmar va metall bo'laklaridan ishlangan tasvir, naqshinkor mahobatli bezak san'atining asosiy turlaridan. Grammatika tilshunoslik ilmi, bolalarni o'qishga o'rgatgan. Dialektika hozirgi mantiqqa o'xshash fan bo'lib, unda o'quvchilar munozara olib borishga, o'z fikrini isbotlashga o'rgatilgan. Ritorika she'r, badiiy asarlar yozishni, notiqlik san'atini, huquq asoslarini o'rgatgan. Skriptoriya yirik monastirlarda rohib xattotlar ishlaydigan ustaxona. Pergament yozuv uchun maxsus ishlov berilgan terilar. Arabiya Felix baxtli Arabiston. Islom arabcha itoat, tobiylik. Jahonda keng tarqalgan dinlardan biri bo'lib, unga e'tiqod qiluvchilar musulmonlar deb ataladi. Qur'on arabcha qiroat bilan o'qish. Islom diniga e'tiqod etuvchilarning muqaddas kitobi bo'lib, Alloh taolo tomonidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga vahiy orqali nozil qilingan. Qur'on 23 yil davomida nozil qilingan bo'lib, 114 suradan iborat. Hijrat ko'chish. Gras bo'lak yoki qultum. Patta yorliq yoki yorliqqa olingan yer. Pantomima imo teatri. Sex nemischa so'zdan olingan bo'lib, xalfaning ustalikka bag'ishlov ziyofati. Keyinchalik bu so'z kasb ustalari uyushmasiga nisbatan qo'llanilgan. Tovar xo'jaligi mahsulotlarni bozorda sotish yoki ayirboshlash uchun ishlab chiqaruvchi xo'jalikdir. Bank italyancha banco kursi sarrof do'konidagi o'rindiq nomidan olingan. Yarmarka ulgurji savdo bo'lagidan turli mamlakat savdogarlari qatnashadigan mol sotish va ayirboshlash joyi nomi bilan bog'liq bo'lgan. Birja bu atama Bryuge shahridagi Bursi mehmonxonasi yaqinida savdogarlar to'planadigan joy nomidan olingan. Jonka xitoyliklar tomonidan qurilgan ko'plab yuk sig'adigan kema. Selibat katolik cherkovi barcha ruhoniylarga uylanishni taqiqlashi. Indulgensiya lotincha af. Interdikt mamlakatda ibodat va marosimlarning vaqtinchalik taqiqlanishi hisoblangan. Yeretiklar cherkov va uning ta'limotiga qarshi chiquvchilar. Inkvizitsiya lotincha qidiruv. Autodefi
Portugalcha e'tiqod yoki din ishi. Cherkov yig'inlari. 3-asrdan xristian cherkovi oliy ruhoniylarining cherkovni nazariy, amaliy boshqarish muammolarini hal etish uchun chaqiriladigan qurultoyi. Mayorat. G'arbiy Yevropadagi tizim, ya'ni boylikning katta o'g'ilga qolishi. Sinagoga. Yahudiylar ibodatxonasi. Domen. Lotincha mulk. Qirol, gersog, graf va baronlarning qaram dehqonlar mehnati bilan ishlanadigan yer mulklari. Viloyatlar o'rtasidagi mehnat taqsimoti. Bu har bir viloyatning ishlab chiqarishning u yoki bu sohasiga ixtisoslashuvi. Markazlashgan qirol hokimiyati, ya'ni mamlakat barcha hududining yagona qirol hokimiyatiga itoat etishi. General shtatlar, yalpi toifalar, Fransiyadagi oliy tabaqaviy vakillik muassasasi. Dvoryanlar, nomdor zodagonlar, feodallar toifasining imtiyozli qismi. Imtiyozlar merosiy bo'lgan. Reims, Fransiya qirollarining an'anaviy toj kiyadigan shahri. Sherif, Angliyada grafliklarni boshqargan qirol vakillari. Parlament, fransuzcha parli gapirmoq so'zidan olingan. Universitetlar, lotincha majmua, umumiylikdir. Fanning turli yo'nalishlarida mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari. Dastlabki universitetlar 12-13 asrlarda Italiyada Neapol, Boloniya, Ispaniyada Sevilya, Valensiya, Fransiyada Parij, Tuluza, Angliyada Oksford, Kembrij tashkil topgan. Magistrlar o'rta asrlarda Yevropadagi universitetlardagi o'qituvchilardir. Kollegiya, yotoqxona. Dekan, universitetdagi fakultetlar rahbari. Rektor, universitetga saylangan rahbar. Kansler, universitetga tayinlangan rahbar. Roman uslubi. G'arbiy Yevropa san'atida 10-asrdan 12-13 asrlargacha hukm surgan badiiy uslub. Unda qadimgi Rim me'morchiligi uslub va unsurlaridan keng foydalanilgan. Gotika uslubi. Gotika 12-asr o'rtalarida Shimoliy Fransiyada yuzaga keldi. 13-asr birinchi yarmida yuksak darajada rivojlandi. Madonna. Yevropada Bibi Maryamni shunday nomlashgan. Vitrajlar. Tiniq rangli shishalardan yasalgan surat yoki alohida bezaklar. Miniatyura. Fransuzcha miniature, lotincha minium qizil bo'yoq. Badiiy usullar o'ta nafis bo'lgan kichik hajmli tasviriy san'at asarlari. O'rta asr qo'lyozmalarini ziynatlash uchun yaratilgan nafis, mo'jaz rasmlardir. Renessans. Fransuzcha uyg'onish. Gumanizm. Insonni o'rganuvchi fan. Shamonlik. Yovuz va ezgu ruhlarga, ularning inson hayotiga ta'sir ko'rsatishiga ishonish shamonlikning asosini tashkil etadi. Ayel. Mo'g'ullarda ko'chmanchi xo'jaliklar. Noyanlar. Mo'g'ullarda urug' boshliqlari. Xonlar. Mo'g'ullarda qabila ittifoqlarini boshqargan. Chingiz. Kuchli, qudratli, toza ma'nolarini anglatadi. Palaxmonlar. Chingizxon qo'shinida devorni buzishda maxsus moslama. Keshik. Chingizxon qo'shinidagi maxsus gvardiya. Ulus. Mo'g'ulcha davlat, xalq, odamlar. Chingizxon farzandlariga mulk sifatida bo'lib bergan mo'g'ullar bosib borgan hududlardir. Suyurg'ol. Mo'g'ulcha in'om, sovg'a. Hukmdor tomonidan davlat oldida alohida xizmat ko'rsatgan yirik amaldorlar yoki sarkardalarga berilgan mol-mulk, yer-suv. Suyurg'olga beriladigan yer nasldan naslga meros bo'lib o'tgan edi. Panno. Ipakdan to'qilgan shoyi so'zana. Hanki. Yaponiyadagi yirik yer egalarining eng nufuzlisi. Syogen. Yaponiyada yer egalari.
Ryokalar, Xankelardan vassallari. Samuraylar, Yaponiyadagi jangchilar. Mikado, Yaponiyada imperator shunday nomlangan. Syogun, Yaponiyada harbiy qo'mondon shunday nomlangan. Choson, koreyscha tongi tarovat. Piktografik yozuv, lotincha pictus rasmli va yunoncha grafo yozaman rasmli yozuv demakdir. Ma'lumotning umumiy mazmunini rasm orqali yoki rasmlarni ketma-ketligi orqali eslab qolish maqsadida tasvirlash. Audio o'quvchi Nilufar Ahmadaliyeva Tarix audio kurs kanali uchun maxsus.